Migrantmi yoki asir? Ukrainaning bosib olingan hududi Mariupol shahrida migrantlarga qarshi reyd tadbirlari boshlandi. Moskva yaqinidagi mehnat muhojirlari yashaydigan yotoqxonaga tong sahar 5 dan reyd tadbirlari o'tkazildi. Reyd tadbiri chog'ida 500 nafar mehnat muhojiri so'roq qilingan. Rossiyada ishlab yurgan musofirlar va hurmatli obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men Qilichbek. Bugun ham sizlarga bir necha xabarlarni yetkazamiz. Videoni oxirigacha ko'ring va Rossiyaning qaysi hududlarida reyd tadbirlari o'tkazilayotganligini, mehnat muhojirlariga nisbatan Rossiyaning organ xodimlari qanday munosabatda bo'layotganligini video rolik davomida bilib olasizlar. Videomizga esa arzimas laykingizni bosib qo'ying, shu yo'l orqali bizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Demak, laykni bosdingizmi? Biz mavzuni boshlaymiz. Rossiya Telegram kanallarining birida aynan shunday xabar tarqaldi. Migrantmi yoki asir? Ukrainaning bosib olingan hududi Mariupol shahrida migrantlarga qarshi reyd tadbirlari boshlangan. Reyd tadbiri chog'ida 350 nafar mehnat muhojirlari qo'lga olingan, ulardan 47 nafari Rossiya Federatsiyasidan deport qilinganligi haqida xabarlar tarqaldi. Aynan mana shunday reyd tadbirida qo'lga tushib, Rossiyadan deport bo'lmasligi uchun hujjatlarni har doim to'g'rilab yuring sizlar. Moskvadagilar, sizlarga mana bu nomerda tavsiya qilaman. Bu nomer orqali sizlar bemalol INN, SNELS, Трудовой договор, registratsiya va patentlarni bazadan chiqadigan qilib to'g'rilatishlaringiz mumkin. Bu raqamlarda Max, Telegram va WhatsApp mavjud. Qilichbekdan oldim desalaringiz bas, sizlarga hattoki skidkani ham qilib berishadi. Xuddi shunga o'xshash holat Moskva yaqinidagi mehnat muhojirlari yashaydigan yotoqxonalarga soat ertalab 5 dan Rossiya politsiya xodimlari reyd tadbirini o'tkazishgan. Reyd tadbiri chog'ida hammani yotoqxona hovlisiga chiqarishgan va birma-bir so'roq qilingan. OAV xabariga ko'ra, taxminan 500 kishi, jumladan ko'plab Tojikiston fuqarolari qattiq tintuv qilingan. Manbalarga ko'ra, yotoqxonada taxminan 200 Tojikiston fuqarosi yashaydi. Ularning aksariyati qurilish sohasida ishlaydi va ruxsatnomalariga ega ekanligi aytilmoqda. Marhamat, videoni tomosha qilamiz. Bugungi qisqacha sizlarga yetkazadigan xabarlarimiz, videolarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun hoziroq obuna bo'ling. Shunga o'xshash xabarlarni
bizni kanalimizdan bemalol kuzatib borishlaringiz mumkin. Rossiyada ishlab yurgan musofirlar har doim hujjatlarni to'g'rilab yuringizlar, boshlaringiz omon bo'lsin. Keyingi videorolikda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.